Bir juda ham chiroyli duo bor ekan, eshitib turinglar-da. Bu duo Imom Termiziydan keltirilgan ekan, Abdulloh ibn Yaziddan. Allohumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Parvardigor, men yaxshi ko'rgan narsa bilan rizqlantirgan bo'lsang, bas shu narsani menga seni yaxshi ko'radigan narsalarni qilishga quvvat ber. Men yaxshi ko'rgan narsalardan nimani bergan bo'lsang, o'sha narsalar seni itoatingga quvvat bo'lsin. Endi sog'likni berdimi, senga itoatga quvvat bo'lsin. Boylikni berdimi, itoatga quvvat bo'lsin. Jamiyatda bir mansab, martaba berdimi, haqni yuzaga chiqarish, adolatni qoyim qilishga quvvat bo'lsin. Farzand berdimi, seni rozi qiladigan ishlarga quvvat bo'lsin. Payg'ambarda ayollarga Alloh taolo pardaning orqasida, eshik orqasida turgan nomahram erkakka gapirishga to'g'ri kelsa, to'g'ri gapiringlar. Tilinglarni burab, mayin, nazokatli gapirmanglar. Toki tashqarida turgan odam agar maraz bo'lsa, qalbida nifoqi bo'lsa, tamaga kirib qolmasin. Bu keyingi musulmon ayollarga ham ibrat. Yo'q edi uyda. Qachon kelishini bilmayman. Bo'ldi. Kimsiz nima deb qo'ya, agar sizni nima deyishingiz kerakligini agar aytib qo'yadigan gapi bo'lsa, shu erkak kishi mana qa deb qo'ying deb ketadi. Telefon qildingiz, ko'tardi. Falonchi bormi? Yo'q edi. Qachon keladi bilmayman. Bo'ldi. Mumkin emas, chunki Alloh taolo payg'ambarda ayollarga buyuryapti. Muborak Ramazon kirib kelyapti. Muborak bo'lsin Ramazon. Biz ustimizga birodarlar, xayriyat, barakat, mag'firat hamda do'zaxdan ozod bo'lishlik oyi, Ramazon oyi kelyapti. Muborak bo'lsin. Hadis qarang bir go'zalligini. Alloh taolo aytayaptiki, odam bolasining hamma qilgan amali o'zi uchun, faqat ro'zasi men uchun. Mana shu so'zga e'tibor beraylik. Namozingiz o'zingizga, sadaqangiz o'zingizga, zakotingiz o'zingizga, hajjingiz o'zingizga, o'zingiz uchun qilasiz. Faqat ro'zasi men uchun deyapti. Va mukofotini ham o'zim beraman deydi. Ro'za qiyomat kuni shafoatchi bo'lib bandalarning qo'lidan tutib Allohning oldida shafoat beradi. Robbim, bu bandang meni tiriklik chog'ida tutgan edi. Ro'za tutaman deb qiynalgan edi, chanqagan edi, och qolgan edi. Men shafoatchiman. Buni jannatga kiritgin deydi. Alloh hadis shafoatni qabul qilib jannatga kiritganda ham ro'zadorlarga atalgan rayyon deb o'targan eshikdan kiritishga buyruq bo'ladi. Kufar aytib yursak, mana shu oyatni va'dasiga binoan haligi narsalarni hammasini elimizga, yurtimizga Alloh taolo serab qilib qo'yar ekan. Ana bu rizq so'rash, farzand so'rash, tinchlik, omonlik, obodonlik, xayr, baraka so'rashni eng oson yo'li ekan. Astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh deb yurish. Ashhadu an la Odamlarni ko'pi mana shu haqiqatdan bexabar. Salovat aytsa, hamma muammolar hal bo'lishidan bexabarligi uchun salovatga beparvo. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kunda bitta hojatingiz ravo bo'lsa, o'zi qanaqa xursand bo'lib ketasiz-a? Ertaman chiqib kech-kech yurasiz, bitta problemangizni hal qilib kelsangiz, bugungi kunim yaxshi bo'ldi. Bitta problemamni nima qilib oldim? Robbing 30 ta muammoini hal qilib beradi. Agar salovat aytsang 100 marta. Shunday bir duoda o'rgataymi? Shu duoni o'qisangiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishni kerak bu duoni. Har rostla o'rgating dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Tong ottirsangiz yoki kech kirgizsangiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min g'alabati ad-dayni va qahri rijal. Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib, Parvardigori
men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqonlikdan panoh tilayman. Qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Hayotni qarasangiz, birodar, xotinmi, farzandmi, do'stmi, uymi, mahallami, qo'shnimi, mansabmi, borki, albatta shularning ichida seni ko'nglingga yoqmaydigan narsa bor. Ko'chang keng, asfalt chataq. Asfalt tekis, mashinalar tez yuraveryapti. Qarang-da, bir narsa bor-da, mashinang chiroyli, rasxoti ko'p. Mashinang rasxoti oz, lekin taqir tuqur. Xullas, tabiiyni qiladigan narsa albatta topilib turadi. Odamlarning ko'pchiligini nazarida baxtli inson qanaqa bo'ladi? Albatta boy bo'lish kerak, albatta sog' bo'lish kerak, dunyo matoh katta bo'lish kerak, shuni o'zi xolos. Bu kimni o'lchovi bilasizlarmi? Allohni tanimagan, dunyoga hirs qo'ygan, oxiratga iymon keltirmagan iymonsizlarning tasavvuri. Iymonsizlarning tasavvuri. Bilasizmi jannatda nimalar bor? Nimalar yo'q? Kasallik yo'q, kiyimlarda chirib ketishi yo'q, o'lim yo'q, qarilik yo'q, abadiy yoshlik, ichi tashidan, tashi ichidan ko'rinib turadigan xonalar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar, ovozi musiqa bo'lgan ohu ko'z hurlar. Salqini kengligi 100 yillik masofaga teng bo'ladigan daraxtlar. Uzunligi, kengligi 60 mil bo'lgan chodirlar. Tinimsiz oqib turadigan daryolar, sutli daryolar, asalli daryolar, may sharobli daryolar, baland qasrlar, mevalar yaqin bog'lar, ko'tarilgan so'rilar, tizib qo'yilgan qadahlar, terib qo'yilgan yostiqlar, to'shab qo'yilgan gilomlar, xursandchiligi mukammal bo'lgan joy, shodligi ulkan bo'lgan maskan, xushbo'y hidlari 500 yillik masofadan kelib turadigan joy, vasfi ulug', Allohning diydori ko'riladigan joy jannat. Jannatga kiramanmi, kirmayman, birodar? Shafoat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafaatlari bor. Robbing haqida yaxshi gumonda bo'l. Jannatga kirasan inshaalloh. Alloh taolo aytadi, boringlar. Jahannamga boringlar, qalbida hardal urg'ichalik iymoni bor odam bo'lsa jannatga chiqaringlar deydi. Ya'ni iymoni bor odam, modomiki dunyodan kofir bo'lib o'tmabdimi? Iymon bilan o'tibdimi? Gunoh ko'pligidan do'zaxga tushibdi, jannatga kira olmabdi. Bir kun keladi, bir kun albatta keladi, do'zaxdan chiqadi. Bir kun albatta jannatga kiradi. Muborak bo'lsin shu iymon, birodarlar. Akamizni, ukamizni ibodatdan uzoq, akamizni, ukamizni ro'za tutmayotgan, noumid bo'lmaylik. Kalima keltirgan musulmonmi? Jannatda joy bor ularga, inshaalloh. Kambag'al bo'lishni hech kim orzu qilmaydi, ammo Alloh sizga bermagan shu davlatni bersa, ana shu boylik degan sinovdan o'ta olasizmi? Shuni yukini, mashaqqatini ko'tara olasizmi? Bilmaysiz. Shuning uchun nima deb so'rang? Meni boy qilgin deb so'rayam emas. Meni boy qilib qo'ygin emas. Robbana atina fid dunya hasana deng. Parvardigoro, dunyoda ham, oxiratda ham menga yaxshilikni bergin deng. Agar sizga boylik kelishiga yaxshilik bo'lsa Alloh beradi. Agar kelishi yomon bo'lsa bermaydi. Shunda har qanday holatda ham hayotingizda nima bo'lasiz? Rozi bo'laverasiz. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning men haqidagi gumonidaman. Agar u bandam meni zikr qilsa, men u bilan birgaman. Agar u meni o'zining nafsida zikr qilsa, men ham uni o'z nafsimda zikr qilaman." Alloh sizni zikr qilishi nima, bilasizmi siz? Aqlingiz bavar qiladigan narsa emas, siz aqlingiz yetmaydi. Alloh sizni zikr qilsa, bilasizmi nima bu siz uchun? Bu sakinat, osudalik, barakot, saodat. Alloh sizni zikr qilsa, birodar, bilasizmi sizga nima bor? Rahmat, qo'llashi, inoyati, panohi degani. Yana nima kerak sizga boshqa? Ha? Nima kerak yana sizga boshqa? Dunyoda hamma yomon ko'rsin sizni. Agar Alloh yaxshi ko'rsa, bular yomon ko'rgani hech narsa emas. Birodar, jamiyatda ehtimol o'rningiz katta emasdir. Faqirdirsiz, quvvatingiz yo'qdir, husndormasdirsiz, ehtimol hech kim tanimas. Bir joyda borligingizni ham, yo'qligingizni ham odamlar ehtimol sezmas, ammo Alloh va payg'ambari yaxshi ko'rgan bo'lsa, birodar, ikki dunyoda saodatga erishishingiz aniq. Qiyomat kunida birodar, podshohlar maqomida martabasida bo'lasiz. Bitta sharti bor. Alloh va Rasuli sizni yaxshi ko'rsa. Mayli odamlar qadrimizga yetmasa, mayli odamlar bilmasa bizni, muhimi Alloh yaxshi ko'rsin. Qachon namoz o'qishsa,
Qul huvallohu ahadni o'qiyveribdi. Qaytib kelganlarida buni payg'ambar alayhissalomga aytishgan ekan, u kishi so'ranglarchi, nima uchun shunday qilibdi debdilar. So'rasa u kishi chunki bu sura Rahmonning sifati va men uni o'qishni yaxshi ko'raman debdi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalom unga Alloh seni yaxshi ko'radi deb xabar beringlar debdilar. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar: kim qul huvallohu ahadni oxirigacha 10 marta o'qisa, Alloh taolo unga jannatdan bir qasr quradi. Eslaylik-da, bir yoshligimizni eslaylik-da. Zo'r hayot bo'lgani, beg'am hayot bo'lgani, shoh ham, gado ham nima qilar ekan? Yoshligini qo'msar ekan. Nimaga desangiz, g'am bo'lgan emas. Patinkasini yetib kelib, so'kishishgan tepa o'rnitasiga chiqdi. Chunki olib beradigan dadasi bor. Urushib ko'ynagini loy qilib, kir qilib kelavergan, yuvib beradigan onasi bor. To'g'rimi? Hech narsani g'amini qilgan emas. Remontga pul desa hech o'ylangan yo'q. Shunday ekan, dada deydi remontga pul deyapti. Nima dardi bo'lsa shakilda dadasiga aytgan, dadasi xalqi berorgan, xotirjam hayot bo'lgan, eslaylar hammamizda. Shunaqa yashash mumkinmi katta bo'lgandan keyin? Hech o'ylanib ko'rganmizmi shuni? Mumkin birodar, mumkin. Xuddi dadangizga dardingizni aytgandek, yana kimgadir dardingizni aytish kerak bo'ladi. Qalam ko'tarildi, sahifalar quradi. Shuning uchun yiqilib ketishi aniq bo'lib turgan devorni ushlab qolaman deb o'ylama. Sen suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishdan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak. Burning yerga ishqalansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? Sizni ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasiz ham shu holat, desiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Ey bandam deydi, qiyomatda Alloh taolo bir bandasiga. Men senga mol va davlat berdim. Boyga aytadi. Sen unda nima ish qilding? Banda aytadi: "Ey Robbim, bolalarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb hech narsani sadaqa qilmadim, bolalarimga qo'yib keldim" dedi. Alloh taolo aytdi: "Axir men Razzoq va buyuk quvvat egasi ekanligimni bilmasmiding? Sen qo'rqqan narsangni sendan keyin bolalarning ustiga tushirdim." Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib infoq qilmadingmi? Bolalaringni kambag'al qilib qo'ydim men. Chunki meni qo'limda edi bu narsa deyapti Alloh taolo. Alloh taolo bir bandaga aytadi: "Ey bandam, senga mol berdim, davlat berdim, boylik berdim. Nima qilding unda sen?" Qarang, boy ham kambag'al ham bir xil namoz o'qisa, boy ham kambag'al ham bir xil roza tutsa, boy ham kambag'al ham bir nafl namoz o'qisa, nima farqi bor boyni kambag'al? Ana shu Alloh olib bergan oshchi davlatni infoq qilishligi bilan farqi bor-da. To'g'rimi? Qiyomatda odamlarni bir-birlariga aralash, qo'ralash qilib tashladik. Sur chalingach, ularni barchalarini to'pladik. Nihoya nima bo'ladi? Yerda mashriqida yashagani ham, mag'ribida yashagani ham, Yajuj Majuji ham, u Yajuj Majuj zulm qilib devorlar orqasida turgan ojiz notavon xalqlar ham, avvalgilar ham, keyingilar ham birodarlar, qiyomat suri cholinganida hammasi aralash qo'ralash bo'lib tiriladi. Hammani boradigan joyi shu. Va aradna jahannama yawmaydin lil kafirin arda. U kunda kofirlar uchun jahannamni ko'ndalang qilib qo'ydik. Birodarlar, qiyomat kunida hadis shariflarda keltiriladi, jahannamni sudrab farishtalar mahshargohga olib keladi. Demak, sudralib olib kelinadigan narsa ekan. Payg'ambarimiz aytadilar, jahannamning u kunda 70 mingta halqavosi bo'ladi. Jannatiylar jannatda ne'matlarga yaslanib, cho'milib yotganlarida jannat ustida bulut suzib kelar ekan. Oppoq bulut kelar ekan. Mana shu oyatda tafsirida keladi. Hamma jannatiylar bulutga qaraganda bulut ochilib, salamun qawlan min robbir rohim degan Parvardigorning jamolini ko'radi ular. Alloh yuzini ko'ramiz birodarlar. Umid qilinglar. Kim tahoratni olsa, mukammal qilsa va osmonga qarab turib, ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu desa,
Shu kishi uchun jannatda 8 ta eshik ochiladi, xohlaganidan kiradi. O'zidan 15 yosh katta ayol bilan yashagan payg'ambarimiz mana shu 25 yil ichida bironta boshqa ayolni Xadicha onamiz ustiga olgani yo'q. Ana vafodorlik. Undan tashqari, u davrda urf-odatga ko'ra bozordan borib cho'ri sotib olib, qul ayolni xotinga bundan bir foydalanishligi mumkin edi. Rasululloh shuni ham qilmaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng sevimli ayoli edi Xadicha onamiz. Demak, payg'ambar alayhisalomni Xadicha onamizga uylanishlikdagi asosiy o'lchovi nima bo'lgan edi? Chiroy emas ekan, birodarlar. Nima edi ekan? Xulq, aql, iffat, pokizalik, vafo, go'zallik masala.